Dexametazon kuchli gormonal preparat. Buni zararli nojo'ya ta'sirini bilasizmi? Bulardan qon bosimining ko'tarib borishi, ayollar qo'rqadigan semirishga olib keladi, suyaklarning mo'rtlashishiga, yemirilishiga, osteoporozga olib kelishi mumkin va immunitetni tushishiga. Xo'sh, dexametazonni nima uchun ishlatamiz? Buni bilasizmi? Buni foydali taraflari bor. Bu yallig'lanishga qarshi kuchli preparat hisoblanib, allergiyada birinchi yordam hisoblanadi. Keyingisi qon bosimini ko'tarib beradi tezda va homiladorlikning so'nggi oylarida agar suv ketib qolsa, erta tug'ilish xavfi bo'lsa, dexametazon juda ham yaxshi foydasi homilani o'pkasini ochishga foyda beradi va agar suv ketib qolganda ham qilinadi. Homilaning suvi xira juda ham kir bo'lsa ham u yallig'lanishlarga qarshi etamiz, shunda ham biz qilamiz. Har qanday preparatni zararli va foydalari bor. Lekin u sharoitda o'z boshimchalik ishlatmang. Albatta shifokor nazorati orqali dexametazon buyurilsa, uni tavsiya asosida oling. Shu kabi foydali ma'lumotlar uchun menga obuna bo'lish esdan chiqmasin.